Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz podpischiklari, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana bir video obzor qilishga qaror qildik. Sababi ko'p ne bo'lib turibdi, enatan talab bo'lib turibdi. Aka, zamokni qanday ochamiz? Ayniqsa bu videomiz основной zamok sohasida endi toza kirib kelgan shogirdlarga ne qilinadi. Bag'ishlaymizmi, shu ko'proq ma'qul bo'ladi videomiz. Sababi ozg'anti nelari bor, nyuanslari bularni hozir tushuntirib o'tib ketaman. Az данный момент ko'rib turganlaringiz bu Chevrolet Cobalt 2020-yil toza vyipska hisoblanadi. Bu toza vyipska zamogimiz. Bu eski variantga qaraganda, eski vyipskaga qaraganda sal sложныйroq bo'ladi. Birinchi ko'pchilik yoshlarning birinchi marta ochib o'tirgan vaqtingizda beriladigan savol: zamokni necha etib ochamiz? Mana. Fokus turlansin hozir. Mana. Shagit ko'rsatib ber. Mana ko'rdingizlar, shu vyimka. Bu kelatda menga tiraladi mana. Mana buni izga qaytmay turadi-da. Bu mana narsani aytib turibmiz. Ana shuni bosish kerak bo'ladi. O, uchib ketdi. Ana shuni bosish kerak bo'ladi. Savetinda prujinasi bor. Mana ko'rib turganingiz bu bosiladidan, ya'ni aytgan ограничительimizdan o'tib ketish kerak bo'ladi. Mana ko'rsatib o'tgan ограничительimdan o'tib ketish kerak bo'ladi. Bu ochilgan vaqtida zavod bo'lgan vaqti bilasizlar, bundancha aylanadi. Soat stelkasi bo'yicha zamok chiqarib olacakda protiv soat stelkasi bo'yicha neta qilasizlar. O'rda ko'p aylanmaydi. Buni fiksatsiya qilib bosib olganimizdan keyin, mana buni bosib olganimizdan keyin где-то 1,5-2 mm siljiydi bu. Ozgina смещение bo'ladi, bu yoqqa kelib chiqadi. Nechun? Sababi bu yerda konstruksiya shunday qilingan, mana ko'rib turganlaringizdek. Mana. Ko'rdingizlar, mana kay. Sababi nerede? Silindrimizning ichida, mana ko'rib turganlaringizdek, u ana ko'rsatib o'tsam bo'ladi yana pastidan. Mana ko'rdingizlar, vyimka chiqib turibdi benetga. Tishga o'xshab chiqib turibdi. Ana shu sizlarga qo'ymaydi zamokni bu yoqqa chiqishini. Bu zamogimiz yana bir ilingandan keyin ilk holatini yana 1,5 mm bu yoqqa siljigandan keyin chiqadi bu yoqqa. Bu tushunarli bo'ldi menimcha. Keyin endi yana bir narsa, ustalarda uchritonni shunda yana bir kasal bor. Cobaltda kiltni olgan vaqtingizda, tartib yotgan vaqtingizda kilt siqilib qiyroq chiqadi tartgan vaqtingizda. Buni kichkinagina sekreti bor. Mana kiltni ko'radigan mexanizm bu. Zamokda kontaktli gruppada element deb aytadi bizning xalq tilida. Kontaktli gruppada shunday bir nesi bor. Funksiyasi bor. Kalit mashina zamokda turgan vaqtida ko'rish kerak kalitni. Yana shuning uchun xizmat qiladi mana detalimiz bu. Kalit tiqqan vaqtingizda buni ishalaydi. Mana bu yerda plasmas bor. Bu plasmas естественно neni ishalaydi, itaraydi. Kontaktli gruppaning elementi. Endi ana shu element sizlarga neni tartishda qiyin bo'ladi. Ya'ni men aytgan joyimda ozgina yega o'rgansangizlar. Ko'p emas. Tak, по-моему, mana bu yoq bo'ladi zamogimiz. Fokus sal yo'q turibdi. Po-моему, mana ko'rindi. Ana shu yerda ozgina tekstlab ne qilaverasizlar. Mana napilnikda. Napilningiz bo'lmasa, najdak обычный mana. Najdakda ozgina tekstlab shlifovat qilaversangizlar, zamokni tergandan keyin. Ya aytgan muammom bo'lmaydi. Mana joyini solishagit. Keyin hozir bu zamokni ochish bilan kiltini ol. Chiqarib ol zamokni kiltni. Hozir bu yoqda tayyor kiltimiz qana, bu yerda kiltni o'zini. Kilt qo'y. Hozir mana bu bagajimiz уже tayyor holati, bu уже ichini полный taxlab yig'ib bo'ldik. Ko'rib turganingiz ishlashi. Bu kiltning bir tarafi, mana endi ikkinchi tarafi kiltning. Mana ko'rib turganingiz yengil ishlab turibdi. Klientning muammosi kelgan vaqtida bagaj bilan eshikning zamogini kiltni to'g'ri kelmaydi. Sababi kiltni netib ketgan, iznos bo'lib ketgan. Az biz mana ko'rib turganingizdek toza profilga tozadan ne ishlab berdik. Endi yana bir zapasni kiltamiz ekan, uni ham ishlab beramiz. Tak, oldingmi yani?
Ki основной yana bir qoidasi zamokni yig'ishda обязательно yuvish kerak rastvorit bilan. Tap-toza qilib, ana shunda yengil ishlaydi zamoklarimiz. Keyin ko'pchilik xato qiladi, bu yerga solidon suyab tashlaydi mana, ayniqsa mana nega lichinkamizga solidol mumkin emas, bo'lmaydi. Sababi bizda основной chang ko'p. Changli, nima deymiz, changli viloyat, changli rayonlarga xato bo'ladi bu yerga solidon suyash. Eng yaxshi sposob mana bu. Bu ham zangda oladi, и plus smaska sostavida smaska bor. Ana shuning bilan ne qilasizlar, dim suxoy bo'lib qolgandan yaxshi bo'ladi. Bu yerga solidon sukasangizlar, chang yig'inaydi, musor yig'inaydi ichine. И mana pillarning qatib qolishidan zamok qatib qoldi deganning asosiy sababi yana bo'ladi. Solidon may, kir. Bu eshigimizniki mana. Eshigimizning ham hozir ochiq holatida ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu yerga hozir boshqa profil tiqib qo'yibmiz, mana pillar chiqib turib ko'rib turganlaringizdek. Prosta hozir pillar tarqab to'gilib qolmasligi uchun prosta ushatib qo'yibmiz, fiksatsiya qildirib qo'yibmiz mana neni, pillarni ko'rib turganlaringizdek. Bu zamokniki. Eshikning zamogidan qulf holatida chiqmaydi bulam. Xuddi mana zamokka o'xshab, zamok ochiq holatda chiqadi, и bagaj ham shu. Bulam orqasida neni olasizlar? Stopperni ko'rdingizlar, stopperni qo'lsa chechiladi, bu plasmas olinadi, keyin zamok обязательно ochilishi kerak. Ochmay, грубый cho'kishlar bosangizlar bo'ladi, molotok bilan, lekin uni tavsiya qilmayman, sababi ozgina повреждение bilan chiqadi unda vaqtida. Желательно ochib обязательно mana instrument kerak bo'ladi sizlarga, отмычка обязательно kerak bo'ladi. Agar shunda zamok bilan professional darajasida shug'ullanadigan bo'lsangiz, обязательно kerak bo'ladi. Keyin yana plus обязательно наличиеda sizlarda içinde piller boş kerak. Buna Q100 degan profilning pillari, pin deganimiz. Bunun içinde sekretkalari, yana mana ko'rib turgan zatlarimiz. Kimdir plitka deydi, kimdir chiqib har xil at qo'yib olgan, lekin men o'zim pin deyman, sababi shunda ko'proq to'g'ri keladi. Shunday plastinka deymiz, pin deymiz. Tishi, kiltning. Ana shu narsa наличиеda bo'lish kerak. Stanok. Iznos bo'lgan iznos bo'lgan bo'lsa, желательно klientga aytinglar, predat qilinglar, kiltni tozadan yonish kerak, toza bolvankadan tozadan tish chiqarib, tish o'yib, ana shu tishga moslab beringlar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir like bosib ketamiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Men yana aytib o'taman. Bu ishni toza boshlagan hamkasblarimiz kilt sohasidagi shularga maslahat beryapmiz. Maslahat foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib, videoni like bosib qo'yamiz. Hammangizga katta rahmat.